Hurmatli kuzatuvchilar, bugun burun shakliga qarab turib, rinaseptoplastika qilish to'g'risida gaplashamiz. Kavkaz millatiga xos bo'lgan burun, ya'ni garbinka katta, burun uchi pastga osilgan bo'ladi. Biz bularga strukturni rinoplastika qilib beramiz, garbinkani olamiz, burun uchini biroz tepaga ko'taramiz va yuzda juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Aziatik tipdagi burun. Bularda spinka qismi bo'lmaydi. Burun uchi keng, qanotlari katta va yoyilgan bo'ladi. Bularga augmentatsion rinaseptoplastika qilinadi. Ya'ni bularga spinka qismi bo'lmaganligi sababli qovurg'aning tog'ay qismi, qulog'ining tog'ay qismi yoki burunning tog'ay qismidan spinka qismiga qo'yilib burun shakli yasaladi. Qanotlar olinadi va ixcham, chiroyli shaklga olib kelinadi. Ikkilamchi rinaseptoplastika, ya'ni pafton rinoplastika. Bular ko'proq septoplastika bo'lgan bemorlarda yoki oldin rinoplastika bo'lgan bemorlarda qayta operatsiya qilinadi. Bularda spinka qismi cho'kkan yoki burun uchi qiyshaygan holatda bo'ladi va nafas olishda muammo bo'ladi. Biz bularga pafton rinoplastika qilib beramiz, ya'ni qovurg'adan tog'ay olib turib, burun shaklini yasaymiz. Nafas olish tiklanadi, burun to'g'rilanadi va cho'kib qolgan spinkalar tekis, chiroyli shaklga olib kelinadi. Oxirgisi bu travmadan keyingi qiyshayib qolgan burunlar. Bularda burun S obratga shaklida bo'ladi. Nafas olishda muammo va burun uchi qiyshayib, xunuk holatga kelib qolgan bo'ladi. Biz bularga qovurg'aning tog'ay qismidan olib, burun shaklini to'g'ri shaklga olib kelamiz. Ya'ni burun to'g'rilanadi, tushib qolgan burun uchi ko'tariladi, cho'kib qolgan joylar ham ko'tariladi va chiroyli shaklga olib kelinadi. Eng muhimi, nafas funksiyasi tiklangan holatda bo'ladi. Agarda bunday qiziqarli ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting.